buni o'sha klientkalarim doim bittadan ikkitadan salonda ishlaydigan qizlar, salonni egalari bir-biriga reklama qilib, tinimsiz mana shuni imini oladi. Sochlarni avaylashni xohlagan qizlarimiz uchun spetsialniy maxsus. Dildir, choy qo'ydingizmi? Qani, biz nafaqat qizlar prosta o'tiramiz, biz Faberlikda choylarni maza qilib ichib o'tiramizda. Mana bu Faberlikda choyi, vitaminka, damlab, maza qilib. Bu vitaminimiz bor, naturalniy, shirinlik. Ham nastroyeniyani ko'taradi, realniy nastroyeniyani ko'taradi. Ko'ryapsizlarmi o'tlarning ko'pligini? Bugun Faberlikka kelganimdan afsuslanmayman. Chunki juda ham kelganimdan menga choy taklif qilishdi. Konfetlarim ko'tarildi. Уже men bir ikkinchisini ichyapmanmi? Juda mazali, qandaydir bir nejniy, konfetni ko'taradigan